Navbatdagi xonadonimizga biz imzo sifatli eshik romlarini o'rnatib berganmiz. 6 metr yo'q plastikdan romlari, eshiklarimiz Termo 78 dan qo'yib berganmiz. Sizlar bilan shuni hozir ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Termo 78 rangi Aleksandr mokriy qo'yib berganmiz. Eni 1 yillikka balandligi 280 bo'lgan. Bu yerda biz oynalarimiz, ya'ni energiya tejovchi oynadan foydalanganmiz va shatlankasi bilan birga qo'yib berganmiz. Bitta ahamiyat berib qo'yamiz, ya'ni ochib yopilishi juda yengil ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Chunki ruchkamiz stubli ruchka, italyanskiy mahsulot. Ikkita ochilishini ham 6 metr plastikdan romdan qo'yib berganmiz, ya'ni ochilish holatda, splashnoy holatda bo'lganligi uchun bu yerda biz Winhouse mexanizmdan foydalanganmiz, ya'ni germanskiy mahsulotdan foydalanganmiz. Ruchkalarimiz Rotoswing, ya'ni Germaniyadan mahsulotdan foydalanganmiz. Bo'lsa, eni 1.60 ga, balandligi 2.20 bo'lgan. Bu yerda biz 3 ga bo'lib, ikkita chekkasi ochiladigan qo'yib berganmiz. Bitta tarafi oddiy ochilish mexanizm qo'yib berganmiz. Bu tarafiga esa dvayno mexanizm qo'yib berganmiz. Mijozimizning talabiga binoan shatlanka joylab berganmiz. Podokonnligimiz ham 35 lik avalniy podokonni qo'yib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.